Nima kelasi edi bu? Annex Flow. Polshani Annex brendidan Flow modeli bo'ladi. Ko'rsangiz bo'ladi, kalaskamiz dvovodnon hisoblanadi. Прогулочный bloki alohida, navarajdo'nniy bloki alohida bo'ladi. Hozir hammasini funksiyalarini ko'rsatib beramiz. Kalaskamizning hozirligi qulayliklarini ko'rsatib beramiz. Ruchkasiga keladigan bo'lsa, bo'yinlar past bo'lsa, bo'yinlarga moslab bemalol ligirovka qo'ysangiz bo'ladi. Bitta knopka bilan qaytarib joyiga chiqarib qo'yaverasizlar. Bo'yinlar baland bo'lsa, bemalol mana balandroq ishlatsangiz ham bo'ladi. Xo'p, qolgan qismlariga keladigan bo'lsak, zimniy chexollari yechiladi zamokda, mana ko'rishingiz mumkin. Farzandingiz yumshoqqina yotish uchun ichida porolon matraslargacha bo'ladi. Bu materiallarini ham yechib bemalol foydalansangiz bo'ladi. Kalaskamizni o'zini pasportlari ham chiqadi, ko'rsangiz bo'ladi. Xo'p, porolon matraslarni ham bemalol olib tashlab, yuvib ishlataverasizlar. Teglari juda ham qattiq bo'ladi, e'tibor bersangiz bo'ladi. Temir stoykalari berilgan bo'ladi. Keyingi qismi soyabonlarini bemalol tushirib qo'yib ham ishlataversangiz bo'ladi. Xohlasangiz yana ko'tarib qo'ysangiz bo'ladi. Knopkali hisoblanadi, chetlari qalin, temirli bo'ladi. Kalaskamizni yoz issiq kunlarida ham bemalol foydalansangiz bo'ladi. Yaqinroq olib kelsangiz, men ko'rsatib beraman. Setichni qilib bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Havo aylanib turishiga maxsus mo'ljallangan. Ust qismida ham, tegi qismlarida ham setichni zonalari bor. Farzandingiz isib ketmaydi, havo aylanib turadi pastda. Xo'p, bu blokimizni yechib qo'yib, yerga qo'yib qo'ygan paytingizda ham teglari yig'ilib ketmaydi. Farzandingiz uchun mini kravat qilib ham ishlatib tursangiz bo'ladi. Vaqtinchalik etga olgan paytingizda. Keyingi qismi прогулочный blok hisoblanadi. Прогулочный blokini bemalol 1 yoshdan boshlab 3 yoshgacha ham ishlatsangiz bo'ladi. Kalaskamizni o'ziga qo'yib ishlataverasizlar. Qo'yilishlari ham juda ham oson bo'ladi. Ko'rsangiz bo'ladi, bu kalaskamizni bemalol yotqizib ham foydalanaversangiz bo'ladi. O'zini remen страховкалari chiqadi komplektidan, farzandinglarning xavfsizligi uchun o'ylangan. Zontiklari, zamoklari bor yonlarida. Zamoklarni yechamiz. Zamoklari yana ham kattalashadi. Oxirigacha yig'ishtirib qo'ysangiz ham bo'ladi. Xo'p, o'tiradigan holatga qaytaramiz. Oyoq qismlariga keladigan bo'lsak, oyoqlarini bemalol ko'tarib qo'yib ham foydalansangiz bo'ladi yoki-da tushirib qo'yib bemalol foydalanaverasizlar. Kalaskamiz sizlarga ma'qul bo'lgan bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatlari ham mavjud. Ishonchli tez yetkazib beramiz.